Alloh taolo tanamizni sizni mana operatsiyaga buni tikib qo'yishga muhtoj qilib yaratmagan demoqchiman tanani. Bu degani misol qo'lingizni biron marta hayotingiz davomida kesib olganmisiz yo'qmi? Kesilgan. U tiktirib kelganmisiz borib aka? Yo'q. O'zi bitib ketganmi shu? Ha, ana shu o'zini tiklashda kichkinagina ko'rinish aka. Siz mana treshina deyapsiz aka u. Bittagina farqi u yer toza joy emas, ya'ni steril joy emas. Nima? Endi mikroblar ko'p bo'lishi mumkin, boshqa bittagina farqi shu. O'shaning uchun sal bitishi qiyin bo'lishi mumkin, lekin xuddi shunga o'xshab bitadi bu. Faqat unga sharoit kerak. Nima sharoit? Birinchi navbatda ich mani qotmaydi deyapsiz, lekin bu sabab bo'lish kerak-da bu treshina bo'lishiga. Tushunayapsizmi? Ya'ni kuchanish kerak, boshqa bo'lish kerak. Bosim kelsa, o'sha keyin treshina ketib qoladi. Ha, bo'ldi, ana o'sha kuch kelgan. Bu bitta sabab xolos bu. Lekin ichkarida nima desa, organizm misol teri qurib ketib qoladi-ku, ba'zilarda. Teri qurishiga sabab vitamin yetishmovchiligi, sovuqda yorilib ketib qoladi. Xuddi shunaqa ichaklar ham mana ozib ketyapman deyapsiz-ku. Yegan ovqatingizni organizm to'liq o'zlashtira olmayapti-da. Bu shikoyatingizga ichingiz 2 marta kelishi yaxshi emas ekan. Mana bu shikoyatlarga. Oshqozoningizda yara bo'lgan, qorindan bo'ladi, ozib ketyapsiz, treshina, ichi 2 marta kelgan odam bunday shikoyat bo'lmasi kerak-da. Tushunayapsiz? Ya'ni yegan ovqatingiz yoqmayapti ichaklarga. Surib chiqib ketib qolyapti. Shunaqa bo'ladi. Ana shu. Figa test qilganimizda davomliga borib yaqinda o'sha 2 yildan bo'ldi-yu. O'sha hali ovqat so'riladigan, vitamin beradigan joyini kesib tashlangan sizda o'tkazib, tushunadi. Oshqozonnimi? Endi mayli, qilinishni qilib qo'yganda, endi bunaqa xususiyati ham bor oshqozonni, kengayish xususiyatiga ega. Kengayadi bemalol. Endi xo'p deb qo'yaveraylik-da, lekin shuncha joy turib bitta o'sha joydan so'rilmaydi-ku, opa, joy ko'p aka, so'riladigan joy. Kelishdik, uni tiklasa bo'ladi. Tiklasa bo'ladi. Hozir qilinadigan ish aka, hozir organizmga vitamin yetmayotibdi-da. O'shani bitkizishlik uchun bir joy yorilgan bo'lsa, bitkizishlik uchun bu yerga xomashyo kerak, qurilish materiali. Ana shu yetmay yotibdi tanada. O'zlashtirib hali yetkazib bera olmayapti bu yerga. Yetkazib beradigan bo'lsak, 28 kun, 30 kunda bitadi. Bitadi, qaytib yorilmaydi keyin. Shunaqa xususiyati bor. Oshqozon, ichak, polniy hamma joy shu bir oyda ichida yangilanadigan xususiyatga ega. Plyus-minus shunaqa aka. Hali kitobida shunaqa deydi-ku. Hammaga har xil o'zgartirishi mumkin. Ana shu.